O'zbek sirk tarixida Dorboz Toshkentboyevlar sulolasi alohida o'rin egallaydi. Bu mashhur sulola nafaqat o'zbek sirki, balki jahon sirk tarixidagi eng qadimiylardan biri hisoblanadi. Ular 150 yil mobaynida milliy dorbozlik an'analarini davom ettirib va rivojlantirib kelmoqda. Dorboz Toshkentboyevlar sulolasiga asos solgan Egamberdi ota Andijonning Asaka shahrida tavallud topdi. U 19-asrning 50-yillarida Makka va Madinaga muborak haj ziyoratiga borib, u yerda sayyor dorbozlar guruhiga qo'shiladi va dorbozlik san'atini o'rganadi. O'z yurtiga qaytib kelgach, Asaka shahrida baland tortilgan dor ustida o'z mahoratini namoyish etib, xalq orasida Hoji Dorboz nomi bilan taniladi. Keyinchalik Toshkent shahrida o'z mahorati bilan mashhur bo'lgan Egamberdi, agar o'g'il ko'rsam ismini Toshkentboy qo'yaman deb niyat qiladi. 1866-yil 3-mart kuni Toshkentboy Dorboz tavallud topdi. Toshkentboy 7 yoshidan dorbozlik, simbozlik va muallaqchilik o'yinlarini o'rganib, otasi bilan xalq sayillarida va bayramlarda dor o'yinlarida ishtirok etadi va xalq orasida mashhur bo'lib boradi. 1908-yil Toshkentda uyushtirilgan hunarmandchilik ko'rgazmasida dorbozlik san'atini namoyish etgan Toshkentboy butun Turkiston o'lkasining eng mohir dorbozi sifatida tan olinib, oltin medal bilan taqdirlanadi. 1909-yilda u Buxoro amiri saroyiga taklif qilinadi. Toshkentboy qiya tortilgan, balandligi 25 metr, uzunligi 35 metr bo'lgan dor ustida hech qanday muhofaza vositalaridan foydalanmay murakkab mashqlar bajarib tomosha ko'rsatadi. Uning jasorati va yuksak mahoratidan hayratlangan Amir Olimxon Toshkentboy Egamberdiyevni shaxsan o'z oltin medali bilan taqdirlaydi. 1935-yil Sankt-Peterburg shahrida Toshkentboy Egamberdiyev rahbarligi va ishtirokida an'anaviy dor o'yinlari ilk marotaba ochiq maydondan sirk gumbazi ostiga ko'chirildi. Bu muhim voqea o'zbek dorbozlik san'atida yangi davrni boshlab berdi. Yakka ijrochi bajaradigan mashqlar bilan bir qatorda 2, 3, 4 kishi ijro etadigan mashqlar birinchi bor tomoshabinlarga taqdim etildi. Dor o'yinlari sirk sharoitiga moslashtirilgan bo'lsa-da, o'zining milliy xususiyatini saqlab qoldi. O'sha yilning o'zida o'zbek sirk tarixidagi birinchi dorboz ayol Maryamxon Toshkentboyeva ilk bor dorga chiqdi. 1942-yilda urush davrining og'ir sharoitiga qaramay, Toshkentboy Egamberdiyev rahbarligida Toshkentda o'zbek sirk jamoasi tashkil etildi. 1947-yilda 81 yoshli o'zbek sirkining oqsoqoli Toshkentboy ota sirk arenasida so'nggi marta dor ustiga chiqdi. O'zbek dorbozlik san'atini rivojlanishdagi buyuk xizmatlari uchun Toshkentboy Egamberdiyev O'zbekiston va Rossiya xalq artisti unvonlari va mehnat qahramoni ordeni bilan taqdirlanganlar. Toshkentboy ota 90 yoshgacha o'z mehnat faoliyatini davom ettirdi. Tomoshalar ko'rsatmasa-da, Toshkent sirkining badiiy rahbari bo'lib, umrining oxirigacha xalqqa xizmat qildi. U qadimiy dorbozlik tomoshalarini yuksak san'at darajasiga ko'tarib, murakkab o'yinlar bilan boyitdi va jahon sirki maydoniga olib chiqdi.
Otalaridan dorbozlik sirlarini o'rgangan avlod vakillari tomonidan baland tortilgan dor ustida 3 kishilik ustun, 4 kishilik ustun, obkash kabi murakkab o'yinlar kashf qilindi. Jahon sirk tarixida dorboz Toshkentboyevlar ilk marotaba ijro etgan 3 qavatli piramida, 2 kishilik shpagat, 3 kishilik shpagat kabi o'ta murakkab o'yinlarni hozirgi kungacha dunyoning birorta dorbozi takrorlagani yo'q. Yuksak ijrochilik mahorati va milliy dorbozlik san'atiga qo'shgan hissasi uchun Toshkentboyevlar sulolasining 3 vakili Obidjon, Kamoliddin va mamlakat Toshkentboyevlar O'zbekiston xalq artisti. 5 vakili Maryamxon, Erkinjon, Donoxon, Olimjon, Alisher Toshkentboyevlar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonlariga sazovor bo'lishdi. Toshkentboy Egamberdiyev nomi Toshkent davlat sirkiga, Toshkent va Asaka shahridagi ko'chalarga hamda Asaka shahridagi madaniyat va istirohat bog'iga berilib, uning nomi abadiylashtirildi. Mustaqillik sharofati bilan O'zbek sirki xalqaro maydonda mustahkam o'rin egalladi. Istiqlol yillarida 1,5 asrlik tarixga ega dorboz Toshkentboyevlar sulolasining yosh vakillari milliy dorbozlik san'ati sohasida faoliyat ko'rsatib, oilaviy an'analarni davom ettirishmoqda. Ular o'z mahoratlarini Yevropa va Osiyo mamlakatlarida bo'lib o'tayotgan bir qator nufuzli xalqaro sirk festivallarida va ko'rik tanlovlarida namoyish etib, faxrli o'rinlarni egallashmoqda. 2010-yilda Belgiyaning Liej shahrida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Olimjon Toshkentboyev rahbarligidagi dorbozlar guruhi Yevropa sirklarining 10-festivalida birinchi marotaba qatnashib, mahorat va jasorat kubogini qo'lga kiritishdi. 2007-yil Germaniyaning Dresden shahrida bo'lib o'tgan xalqaro festivalda Rustam Toshkentboyev rahbarligidagi dorbozlar Grand Prix oltin kubokka ega bo'lishdi. 2007-yilda sulolaning 6-avlod vakili Bekzod Toshkentboyev Janubiy Koreyada uyushtirilgan birinchi Butunjahon dorbozlar chempionatida yuksak mahoratini namoyish etdi. U Seul o'rtasidan oqib o'tadigan Hangan daryosi ustidan balandligi 25 metr, uzunligi 1 kilometr masofaga tortilgan dordan 13 daqiqada yugurib o'tdi va dunyoning 5 ta eng kuchli dorbozlari ro'yxatiga kiritildi. 2011 va 2013-yilda ular Qozog'istonning Astana shahrida Osiyo sadosi nomli xalqaro festivallarda qatnashib, 2 marotaba birinchi o'rin va Grand Prix oltin Oskar kuboklariga ega bo'lishdi. 2011-yilda O'zbek dorbozlari guruhi Italiyaning Rim shahridagi Oltin sirkda bo'lib o'tgan 27-xalqaro sirk festivalida muvaffaqiyatli ishtirok etishdi. Tohir, Murod, Bekzod va Jamshid Toshkentboyevlar dor ustida murakkab mashqlarni hech qanday muhofaza vositalaridan foydalanmay, epchillik va chaqqonlik bilan bajarib, yuksak mahoratlarini namoyon etishdi. Natijada birinchi o'rin va Grand Prix oltin Kolizey sovriniga ega bo'lishdi. Bugungi kunda Toshkentboyevlar sulolasining 6 va 7-avlod vakillari dor ustida qanot qoqib olam kezmoqdalar. Ular ortidan yangi avlod vakillari voyaga yetishib kelishmoqda. Demak, qachonlardir Toshkentboy ota asos solgan Toshkentboyevlar sulolasi davom etadi. Demak, O'zbek dorbozlik san'ati abadiy yashaydi.